Faqat ish bor. Aka-uka opa-singillarimizga kuniga 4000 rubldan 10 000 rublgacha smenasiga to'laydi, ishinglarga qarab turib. Do'stlar, tushuntiraman, eshitinglar. Ish skladda kosmetika tovarlarini sabrat qiladigan aka-ukalarimiz va opa-singillarimiz kerak. Yoshni farqi yo'q. Smenasiga 4000 rubldan 10 000 rublgacha topishyapti aka-ukalarimiz, bemalol kelaverasizlar. Yotoq joyi beradi tekin, ovqat bir mahal tekin, obed formasi bor, ishxonaga avtobuslar olib keladi, bu ham tekin. Agar O'zbekistondan kelmoqchi bo'lsalaringiz ham biz silka qoldirib ketamiz. Birinchi kommentariyada zakripit qilingan. Silkaga kirasizlar, zayavleniya qoldirasizlar, menejerlarni o'z sizlarga aloqaga chiqadi, qolgan ma'lumotlarni tushuntiradi. Har hafta avans beriladi. Agar oilaviy kelmoqchi bo'lsalaringiz do'stlar, bemalol kelaverasizlar. Kelishdan oldin aytinglar, men xotinim bilan boraman yoki oilaviy boramiz, bizga отдельно xona yaratinglar desalar, xona ham yaratib beradi. Videoga bitta like bo'lsin va videoni ish izlab yurgan, Rossiyada yurgan tanishlaringizga jo'natib qo'yishni unutmanglar. Ishga kelmoqchi bo'lgan aka-ukalarimiz, aytib o'tganimdek, birinchi kommentariyada silka turibdi. Zayavleniya qoldirasizlar, kirib turib to'ldirasizlar va menejerlar sizlarga aloqaga chiqadi.